Kiyev 2022-yildan beri halok bo'lgan 707 bolani motam tutmoqda. Rossiya Ukrainada 12 kishini o'ldirdi. 7 aholi punkti Dobropilya, Druchkivka, Kramatorsk, Nikolayevka, Slovyansk shaharlari, Alekseyevodruchkivka qishlog'i va Kuritsine qishlog'i o'qqa tutildi. 42 fuqarolik obyekti, jumladan 16 turar joy binosi vayron bo'ldi, deyiladi Telegramdagi xabarda. Fuqarolik infratuzilmasiga yetkazilgan zarar juda katta, kamida 14 ta ko'p qavatli uy va 11 ta avtomobil zarar ko'rgan. Shuningdek, tibbiyot muassasasi, evakuatsiya mashinasi va tez yordam ham vayron qilingan. Rossiyaning navbatdagi eng qonli hujumi Ukraina shimoli-sharqidagi Xarkov viloyatida sodir bo'ldi. Rossiyaning mintaqadagi raketa va uchuvchisiz samolyotlari hujumi oqibatida Ukraina va turgunlik urushi Sankt-Peterburg iqtisodiy konferensiyasida. Bu haqda Fransiya 24 muxbiri Nik Rashford xabar bermoqda. MAGA jangchisi Loren Boebert Tramp o'z ishiga tayyorlaganidan keyin javob qaytardi. Ishim bor. Kolorado shtati davlat kotibi ma'lumotlariga ko'ra, Trump Kolorado shtatida nomzodlar uchun ariza topshirishning oxirgi muddatidan 2 oy o'tgach, 18 mart kuni kelgan MAGA qat'iyatiga asosiy e'tiroz bildirishga chaqirdi. Xo'sh, men birinchi darajali bo'la olmayman, dedi u chorshanba kuni Capitol Hill'dagi Independent nashriga. Mening asosiy tanlovim yopiq, shuning uchun men prezidentni qo'llab-quvvatlayman va biz oldinga intilamiz. Tramp Kongressdagi eng katta tarafdorlardan biri bo'lgan Boebertga Trampning vakillar palatasidagi Respublikachilar konferensiyasidagi eng katta tanqidchisi bo'lgan deputat Tomas Massi uchun saylovoldi tashviqotini olib borganidan keyin zaif fikrli deb hujum qildi. Shunday qilib, vatanparvar Tramp Eron urushini cheklash uchun ovoz bergan respublikachilarni qoraladi. Ilgari palatada 3 marta muvaffaqiyatsizlikka uchragan rezolyutsiya 215 qarshi 208 ovoz bilan qabul qilindi. 4 nafar respublikachi demokratlarga qo'shilib, ko'pchilik chegarasidan oshib ketdi. O'zining Truth Social onlayn platformasida Tramp qonunchilarni Eron Islom Respublikasi bilan urushni tugatish bo'yicha yakuniy muzokaralar o'rtasida rezolyutsiyani qabul qilganliklari uchun qoraladi. Kim bunday vatanparvarlik qilmaydigan ishni qiladi, deb yozgan Tramp. Eron bilan uzoq muddatli otashkesim kelishuviga erishish bo'yicha sa'y-harakatlar to'xtovsiz davom etdi. Tramp ma'muriyati harbiy tahdidlar va diplomatik muvaffaqiyatga erishish mumkinligi haqidagi va'dalar o'rtasida qayta almashdi. So'nggi muzokaralar Sudandagi urush, RSFning birligi buzilmoqdami? RSFning birligi yorila boshladimi? Bu haqda Fransiya 24 nashri Bastien Renouil xabar bermoqda.